bir asar tarixi. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Sizga yaxshi kayfiyat va ajib taassurotlar hamrohligini tilab, eshittirishimizni boshlaymiz. Studiyada Noz va ayni paytda dardli tug'yonlar baxsh etguvchi bu navo asrlarki o'lmas va qadrdon. U chinakamiga xalqimizning ma'naviy ozuqasi, qalb istagan halovat manbai, asl san'at durdonasi yanglig' taraladi. Endi sen Bu qo'shiq kirib bormagan xonadon, u sel qilmagan ko'ngil bormikan? Asl san'at asari nomiga munosib tanovor ashulasi, kuyi hamda raqsi haqida ko'p va xo'p so'zlab, u bilan bog'liq sanoqsiz ma'lumotlarni keltirish mumkin. Biz bugun uning yaralishi haqida ozmi ko'pmi hikoya qilib, xalqimizning sevimli taronasi bu qadar shuhrat yoyishining sabab va omillari xususida mulohaza yuritmoqchimiz. Ilk suhbatdoshimiz san'atshunoslik fanlari nomzodi, musiqashunos olima Iroda G'aniyeva uzoq yillardan buyon tanovorlarga oid ilmiy izlanishlarni olib boryapti. Suhbatimiz ayni shu tadqiqotlarga oid natijalar mavzusidan boshlandi. Tanovorga qo'l urishimdan avvalambor birinchi sabab xalqimizni shu asarini o'rganib, uni tarixini, kelib chiqishini, qachon paydo bo'lgan, nima sababdan paydo bo'lgan degan fikrlarga borib, shu tanovorlarni o'rganishga qo'l urganman. Tanovorni bilgan aytishadi. Men kamina quli anlasam dağlar beni başı min kemine kulin
Kaydiyan ben girip atanamdan uçkı beri من أدعالتي عاصناي رلما من أمسي من أدعالتي Qo'shiqsevar muxlislarimiz tanovorlarning har bir turini zo'r maroq ila tinglashadi. Ayni vodiyda tug'ilgan bu ijod namunasi o'z joy nomlariga ko'ra farqlanadi. Shu o'rinda yana musiqashunos olima Iroda G'aniyevaning mulohazalarini tinglasak. 20-yillardan keyin tanovor ichkaridan tashqariga chiqa boshlaydi. Tanovorni o'sha paranjiga yechgandan keyin ayollar ijro etib kela boshlaydi. Ayollardan keyin erkaklar ham ko'proq ijro etishga harakat qiladi va tanovorni qora sochim bu o'zidek hisoblanadi. Ona qo'shiq bo'lgan qora sochimdan keyin mana bir qancha variantlari kelib chiqadi. Marg'ilon tanovori, Qo'qon tanovori, Namangan tanovori, Sumbula, Yovvoyi tanovori, yana Yovvoyi tanovorni Daydi tanovor deb o'sha 20-30-yillarda mashhur ijrochi Ergash tanovor degan taxallus bilan ijrochi bo'lgan. Shuni bir qancha tanovorlarini yig'ib Mama Sidiq aka notaga tushib berganlar. Bu kuyni Boborahim Mirzayev dutorda chertib ijro etganda Mukarrampa Tug'unboyeva bunga raqsga tushardilar. Ma'lumki, tanovor raqsi ham nihoyatda mashhur. O'zbekiston xalq artisti Mukarrama Turg'unboyeva xirom etgan bu san'at asari hanuzgacha har bir raqqosaning orzusi sanaladi. Uning sahnalashtirilishi bilan bog'liq ma'lumotlarni eshitamiz. Paytida Betga Rossiyadan bir qancha xoreograflar kelishadi Navoiy teatriga. Ular ham bu kuyni eshitgandan keyin paytda Mukarram Tug'unboyeva aynan shu raqsni sahnalashtirishga qo'l uradilar va bunda unga mashhur rus xoreografi Baranovskiy juda katta yordam berib, bu raqsni 1943-yilda ular sahnalashtirishadi. Bundan keyin ham bu raqs bundan ham mashhur bo'lib ketadi. Urush paytlarida, urushdan oldingi mana 39-yillarda tanovorni ijro etgan mashhur ijrochi ayollar bu Nazirxon aya va Bedonxon ayalar bo'lgan. Bularni eshitish uchun qaysi qishloqlardan, qaysi yurtlardan odamlar kelib shu kuy qo'shiqni eshitishga kelishgan. Endi sandi
Tinglaganingiz O'zbekiston xalq artisti Berta Davidova ijro etgan Tanovvor ashulasi edi. Har qaysi san'atkor talqinidagi tanovvor o'zgacha joziba va mukammallik kasb etgan. Ularning har biri, xoh u yovvoyi tanovvor bo'lsin yoki Namangan tanovvorimi yoki Sumbulami, ularni shunchaki tinglab bo'lmaydi. Taronaning sadosi yuragingizda aks sado berib, mislsiz huzur bag'ishlaydi. Inchunun tanovvor kuyi ham ustoz sozanda O'zbekiston xalq artisti Turg'un Alimatov dutorida jarang sochgan tanovvorga quloq bering-a. Ushbu kuy bilan bog'liq xotiralarini O'zbekiston san'at arbobi marhum Timur Mahmudov shunday eslagan edilar. Tanavorlarni ashula yo'llari ham juda ko'p. Kuy yo'llari ham ko'p. Mana kuy yo'llarida olsak, tambur ijrosida Turg'un Alimatov o'zlariga xos qilib shu tamburga mos bir tanovor yaratganlarki, uni boshqa asboblarda ijro etib bo'lmaydi. Tambur o'zida bir jaranglab insonga bir qanaqadir bir ruhi oziqa beradi. Biz shu maqom asarida ishlaganda charchab bir hordiq olamiz deganda iltimos qilardiki, Turg'un aka o'sha tanovoringizni chalib bering dedik. Tanovorida emas edik. Chunki bu Turg'un tanovor bo'lib qoldi-da. Ayni shu o'rinda yovvoyi tanovvor ashulasining ilk ijrosi bilan bog'liq xotiralarni ham tinglasak. Ustozlarni aytishi bo'yicha mana shu Marg'ilonda Mamasidiq aka va Madaliyev shular bizga kelib maqomda tanovorlarni ko'p yo'llarini o'rgatganlarda shunda aytib berdilarki, Marg'ilonda Ergash tanovor degan odam bo'lardi. Ular tanovorlarni har xil turlarini bilar ekan, kim so'rashadiki, nimaga masalan yovvoyi tanovor deyiladi. Yovvoyi tanovor deyishning sababi ustoz Orxon Xatam bilan ta'riflari bo'yicha buni birinchi shu Jo'raxon Sultonovdan eshitgan ekanlar. Jo'raxon aka buni o'sha Yalla yo'lida ham aytgan ekanlar. Keyin katta ashula yo'lida ham aytgan ekanlar. Endi buni Orxon aka o'zlari zo'r hofiz bo'lganlar shu o'zlarining yo'llariga solib, buni nomini yovvoyi tanovor deyishdida, o'sha birinchi Mahbuba Hasanovaga o'rgatganlar shu maqom asamda ishlaganimizda.
Aslida bu o'lmas navoning turli talqinlari-yu ularning yaralishi haqida qancha gapirsak shuncha oz. Chunki u go'yo bir xazina bulog'i kabi tuganmasdek. Shuning uchun bu ham bo'lsa kerak, umri ham boqiy, nomi barhayot. Haqiqiy san'at noyob durdonadir. Tinglaganingiz bir asar tarixi eshittirishi edi. Unda qimmatli fikrlari bilan ishtirok etgan san'atshunoslik fanlari nomzodi, musiqashunos olima Iroda G'aniyevaga minnatdorlik bildirib, kelgusi izlanishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Mangulikka daxldor san'at javohirlaridan hamisha zavq olib yashang, aziz muxlis. Eshittirishni jurnalist Nozima Nosirova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov, ovoz operatori Gulnoza Odilova. E'tiboringiz uchun rahmat. Bir asar tarixi.